Bro. 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 Turkiyaga nima uxlayapsiz? Ustizda o'zi hamma ketib bo'ldi samolyotda. Biz qayerga keldik? Biz qayerdamiz? Bro, uyqusiraman ya, bro, Italiyaga bo'ldik. Italiya? Italiya. Italiya. Tumali bironchi. Yo, Herobrine bor. Amal keyin tekshiramiz. Ketdik registratsiyaga. Eshik ochib qolib ketibdi hamma. Qon ochib ketdi. Ishchilar ishlamayapti-ku. Siz ko'p uxlayordingiz. Men 2 soat qarab o'tirdim past, bilasizmi? Men uxlaganingizda o'sha hamma ketib bo'lgandir. Asta chiqib ketamiz. O'sha hech qanday pullarsiz chiqib ketamiz. Yo, o'zi biletga pul to'laganmiz-ku. Bo'ldi, astagina chiqib ketaveramiz. Bo'ldi, hech kim ko'rmayapti. Battar pulimiz tejaladi va chiqib ketdik shaharga. Aytgancha sizning pulingiz bor? Sizga berdim. Menda pul yo'q ekan, xabar ketdik. Pul yo'q. Pul yo'q endi. Sizga beruvdimmi? Men sizga qaytarib bergandim-ku. Samolyotga chiqishdan sizga pul beruvdimmi? Ammo qayerdan bilaman, uxlab yotgandim. Nima bo'lganini bilmayman. Nimaga menga berasiz? Ana mayli ketdik-a. Yo'q, qayerga boryapsiz? Bursiz qayerga boryapsiz? Yangi asta borun. Qanaqalik bizga bo'lish mumkin? Ovoz, men yo'qda o'zim tashlayman. O'zim tashlayman. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie. To'xtang. Agarda yana shunaqa qiziqarli kontentlarni xohlasangiz, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta, faqat shu yo'l orqali bizlarning kanalimizga qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Endi nima qilamiz? Kerak, ammo pullarimiz yo'q. Bu shaharga nimaga keldik? Yo'q, pul sizda bosmadi. Menda yo'q, men biror narsam yo'q meni. Yo'q, xudoga solib karochi. Hammasiga kulib qo'ydim. Bro, nima qilamiz endi? Bilmadim, nima qilamiz endi? O'zimiz tashlab yuboramizmi keyin? Stop, to'xtanglar. O'zim tashlab yuboram bo'ldi. To'xtang, ko'rmay qolma, hozir ko'raylik. Bro, bu pul emas-da bu. 10 sent bu nima bo'ladi bu? To'xtang, 2 ta dollarimiz ham bor ekan. 2 ta sent bor. Taksiga pul topa olamizmi deb o'ylagan. Bu taksiga yetadi zo'rg'a. Qanday yashaymiz bro? Kvartira olib qanday yashaymiz biz? Meni aralashtirmayman. Mayli, qarang, bank bordir bu yerda ham bir kreditga pul olib keyin to'lab turarmiz pulni. Birinchi bankdan pul olib. Aytgancha bu odamlar yaxshi edi, Italiya odamlar yaxshi deb eshitgandim. Yana to'g'ri bo'lib chiqsin ish qilib. Day ketdik, taksi izlaymiz. Bankka olib qo'yishga bu shaharcha ham katta bo'lishi mumkin-da. Bro, Yandex taksi qiling, Yandex chaqiring. Bu yerda o'zi taksi topish qiyin-ov. Yandex o'zi. Ema sim kartam pul qolyapti. Ha, hozir. Men telefonim qayerda edi? Mana telefon. Ishlang. Alo. Yandex taksi qachon kelar ekan? Bilmadim endi. To'xtam berib turamiz. Ne keldi. Day chiqamiz, keyin. Kiring. Yaxshi. A few moments later. Вообще uzoqlarga kelib qoldik. Bo'ldim, sherqami? Hacker bo'ldi, keldik. Mana brat, короче, plyus mana. Bo'ldi, mana shu yetadi, ha? Mayli, sog' bo'ling, brat. Bo'pti, ana ketdilar. Yaxshi odam ekan. Короче, bankka ham yetib keldik-da. Da, bro, men o'sha bankka keldik, raylik nimalar bor ekan. Mana yaxshimisiz, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xo'p, biza pul olgan kelgandik, kredit berib tura olmaysizmi? Men Italiya odamlar saxiy deb eshitgandim endi. Okay, Karoshtak brat eshitdik, ya'ni eshitdi. Karoshtak sizlarga 400 ming berib tura olaman. Bir oyda to'lamasanglar, kibarobar to'lashinglar kerak bo'ladi. Nima deyapti u? What the bro? Mayli, 400 ming dedim. Kam emasmi? 400. Pul qayerdan olsak bo'ladi pulni? O'ngdagi sandiqqa turibdi, o'ng tomondagi sandiqqa turibdi. Okay. Bo'l. 400 ming, okay, ber. Kasholakka solib qo'ying. Bu kam-u. Nega kam? Bitta 3 ton olishga yetmaydimi? What the? Nima? Normanda bo'la. Tushunmadimi? Urib majag'ing chiqarib beraman, mana shu qo'limdagi miltiq ko'ryapsan. Rasistga miltiqlardan biri bu. Tushunmadimi? Normanda bo'l. Bro,
bro. O'tmadi-ku gapingiz. Ketdik bu yerdan asta ketaylik. Tushirib qo'ying qo'lingizni. Mayli o'sha payt tushgan buni olib tushirib bo'lmaydi hozir. Bo'l, endi uy sotuvchi joyga borishimiz kerak, to'g'rimi? Ha, qayerdan topamiz? Ketdik. Ketaveraylikchi oldimizdan bironta odam chiqib. To'xtang, biz hal qilib olishimiz kerak. Nechini beramiz ana unga? 400 ming bor, $400 bor, ya'ni 400 ming deb hisoblasak ham, 400 ming bor. 350 minglarga olsak normali bo'ladi. Ha, to'g'ri. Ichib yeyish bor. Qornim hozir och qolib ketdi joyda. Hamma ovqatni men o'sha samolyotning ichida yuvdim, siz ekan, siz uxlab qolganingiz uchun meni qornim to'q, shuning uchun. Qandaysiz, birodar? Yaxshimisiz? Yashash yaxshimi? Xo'p, siz italiyaliksiz, ha? Da. Uy sotiladigan kompaniyaning joyi qayerda, bilmaysizmi? Orqangizda turibdi. Shuni. Men shumi? Bo'ldi, rahmat, вообще kattakon. Ayla sog'ing. Xo'p. Men ketaveraman unda. Bro, to'xtang. Men hozir bitta ishim chiqib qoldi, o'zingiz kirib chiqib qo'ying, okey? Bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Xo'p, assalomu assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Va alaykum, keyin nima xizmat? Men sizni yoningizga normalniy joy sotib olish uchun kelgandim. Короче, $350 ga normalniy joy kerak edi. Polni abadiy beradigan-da. Masalan, har oy pulni to'lab bermaymiz, shunaqa. Shunaqa uy kerak edi. Demak sizga abadiy beradigan uy kerak, ha? Bizda bor. Shunaqa uy bormi? Ha, unda bo'pti, hozir men pul menda bor emas-ku. Hekerda qolib ketdi, hozir heker qayerda edi? Tualetda yo'q. Kirishim mumkinmi? Hacker kirib chiqaman. Bo'ldi, yaxshi qo'ying. Bo'pti. Hacker. Qo'shib turing. Men ham bir xaloqqa solib chiqay. Brat, qanday? Yuribsizmi? Soqollar qanday? Uydagilar tinchmi? Boya xotiningiz ko'rib qoldi. Bo'lib. Qo'sh, 50 ming qaytdimi? Mana 50 ming joyda, вообще. Qo'rin o'tadi уже, ketdi KFC'ga. Короче, birinchi uyni ko'raylik qanday. Короче, men bu yerda, men bu orqa ko'chani, keyin chap taraf edi. Tushunchim bo'yicha bitta sariq uy. Bro, rangni bilasizmi? Yashil bo'lib ketdik. Mana bu. Demak, nima bu? Yo'q, hali qurilayotgan yo'q. Yo'q qo'yingchi, bir. Lekin sariq g'ishlar bor degandi. Burada sariq yo'q-ku boshqa. Bu qaysi rang bu? Qizil rang demak. Qizil rangni uy degandi, короче. Men shu biz aldash $350. 350 mi? İçini ko'raylik. Eshik ham har xil. To'xtayman, qonim ochib qoldi. Yemaymi? Nimadan olgan narsa yeyapsizlar? To'xtana. Nima deyapti? Zo'rmi bo'lib ketadi. Bu mekan, bro. Mebel topdim. Mebel chekmada. Bitta joy qo'yib qo'ying. Yes. Hala KFC'ga ishlatamiz. Rahmat bro. Bo'pti, siz tanimayman. Qaqa ketdingiz. Bro, mana qara, ikkita har xil eshik kirinchkimi? Yo'q. Agarda mana bu ishlasa, demak bitta narsani maslahat qilishimiz kerak. Uyni ichida qilamiz, tashqarida. Uyda ichida qilamiz. Yo, bro, to'g'ri. Uyda ichida qilamiz degan yo'q. Uyni ichida suhbatlashamiz. Birinchi rejamiz bizani ishlash, pul topish, ya'ni har xil yo'llardan masalan ishlab вообще juda ham ko'p. Xohlagancha ishlayverishga. Ikkinchi plan qornimizni to'ydirish. Sizning taktikangiz. Bugun $50 yana ishlashimiz kerak. Tushunarlimi? Yes, uchinchi plan ham bor, bro. Uchinchi plan nasbos uyni ham to'g'rilashimiz kerak. Au, 1 bilan 2 bo'lgandan keyin. Yana bitta uni, siz kravat ko'tasizmi? Men kravatda yotaman. Men yerda yotamanmi? Bro, men o'tirib uxlayolmayman. Qamayli, bro. Qaroshdagi planlarga o'tsak, birinchi plan qorin to'ydirishda. Yo'q, biza yana 50 ming topishimiz kerak. $50 bo'lgandan keyin bittasini ishlatib boramiz qoringa.
Keyin undan keyin yana KFC hamma xohlagancha KFC, Yeah. shashlik, burger, короче, kabob buni Okay. короче tarqalamiz. Siz o'sha yoqqa tarqalasizmi? Menimcha u yerda zavod bor. Men bu yerdan ish topaman. Agar bu yerda bo'lmasa, bu yerda bo'ladi, bu yerda bo'lmasa, bu yerda bo'ladi. Day, ketdik ajallik. Okay, go. Let's go. Men baribir ish topolmadim. Hacker topgan bo'lish kerak. Bro, men ish topdim, bro. Tezlashing, dahshat ish topdim.